Amma aka. Bo'ladi. Obunachilarimiz ingliz so'rashyapti-ku. Obunachilarmi? Men sen so'rading-ku, zo'r narsa olib kelib qo'ygan. Ota sizlar men bilan yuring deb dadasiga ketdi. Mana shu paket o'tuvimda keling uka bundoq qilaylik deb obunachilarimga men shaxsan o'zim ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun 2 oy olaydi, xudo xolasa. Turuni qaranglar akalar. Hech kim uni 250 litaliligida, yana 5 ranglarda, baldotiv ranglarda kelgan xudo xolasa. 2025-yil ishlab chiqarilgan DK 250R modelimiz bo'ladi akalar. 250 kubli mototsikl, maslaniy axlashdeniyada полностью kollektorlarga e'tibor beramiz. Akrapishdan chiqqan. Akalar buni ovozi baland, past qilsa bo'ladi. Mana bu yoqda mana bu detallari. Ya'ni dbklarni olib tashlab, baland past qo'ysanglar bo'ladi. Tablolarni qaranglar akalar, yonishlarini qaranglar. Nima deyapti? Bismillah. Ovozlarimiz ozgina pastrog'i, anoda bekillar olib tashish zo'r ovoz chiqarib beradi xudo xolasa. 2025-yil ishlab chiqarilgan okalar 0 probeglarda turibdi xudo xolasa. Maksimal tezligi 130-140 tashkil qiladi. Yaxshi sifatli motorlarda turibdi. 100 kilometrga esa bor yo'g'i 3-4 litr sarf xarajat qiladi. Bak sig'imimiz ham ancha-muncha katta, boshqa replikalarga qaraganda 20 litr benzinni bemalol o'z bag'riga olib oladi. Shuncha narsa qo'ygandan keyin ABS qo'ymasa uyat bo'ladi-yu, to'g'rimi okalar? Xudo xolasa ABS tizimi asosida ishlaydi okalar. Mana masalan radiatorlarni qaranglar tursin. Xudo xolasa ushbu texnikamizda ABS tormozlariga ega. Yangi boshlayotganlar uchun juda ham zo'r variant. Boshqalardan ajralib turaman, o'qilaman deganlar uchun juda ham chiroyli, zo'r variant xudo xolasa. 5-10% ish qoldi. Nalichida bir dona qolgan okalar, 2 oylik do'konga kelib xarid qorsanglar bo'ladi. $2680. Inshaalloh sunnatiga men o'zim nimadir o'tib beraman okalar. Hammanglarni kutib qolamiz 2 oylikda ko'rishguncha.